olib sotsak bo'ladi. Demak, botga kirishimiz bilan start tugmasini bossak shunaqa SMS jo'natadi. Bu yoqda mana trade gift tugmasini turibdi. Shuni bir marta bossak bizga ya'ni giftga kirish imkonini beradi. Demak, pastdan gift tugmasini bir marta bosamiz, botni polni bizga ochib beradi. Demak, ko'rib turganingizdek mana balansimda 4 ton bor. Sizlarga boshdan aytib o'taman. Bu botda mana novichok edim. Boshida kirganimda 10 ton sarmoya kiritganman va ko'rib turganingizdek Telegram podarkalar olib sotib pul ishlab kelyapman. To'g'ri, boshda yengil bo'lganligim uchun men yaxshigina minusga kirdim. Ya'ni 10 ton bilan kirgan bo'lsam 6 tonga tushib qoldim. Bu novichok bo'lganim uchun o'sha payt minusga kirib qolgandim. Уже yana 6 tondan sekin-sekin 10 tonga chiqarib olman. Demak, ko'rib turganingizdek yaqinda mana bitta Telegram podarkam sotilib ketdi. Bu yoqda my gift bo'limiga o'tsak ko'rib turganingizdek ikkita podarkam hozirda sotuvda turibdi. Bittasini 3 tonga qo'yganman, bittasini 286 tonga qo'yganman. Demak, bu botda 10% komissiyasi bor. Demak, 3 tonga qo'yganman. O'shaning uchun 3 bo'lib ko'rinyapti. Buni 206 tonga qo'yganman, 286 bo'lib ko'rinyapti. Ya'ni necha pulga qo'ysanglar 10% komissiyasi bilan bu bot sizlarga qo'yib beradi. Zato sizlar sotib olishingiz mumkin. Demak, sotib olishga pastda ikkita bo'lim bor. Demak, ko'rib turganingizdek birinchisi market bo'limi. Bu bo'lim orqali sizlar sirazi sotib olishingiz mumkin. Unaqa kutmasdan. Keyingisi auksion bo'limi. Bu bo'limdan sizlar marketdagidan arzonroq sotib olishingiz mumkin. Faqat auksion bo'ladi. Ya'ni kimga bu podarka yoqsa, o'sha odam o'zi sotib olib sekin-sekin narxini ko'tarib ketishi mumkin. Demak, misol uchun birinchidagi mana igrushkaga kiramiz. Bir marta kirsak bunga narx berilmagan ekan. Ko'rib turganingizdek orqaga qaytamiz. Hozir ozgina o'ynalgan podarkalarni sizlarga ko'rsatib o'taman. Demak, bu yoqda tepada strelka pastga qarab turibdi. Shuni ustiga bir marta bossanglar, polni bizga statistika, ya'ni menyularni olib chiqib beradi. Demak, list tugmasini ustiga bir marta bosamiz. Bu mana hozirgi yaqinda qo'yilgan podarkalar bo'ladi. Highest bid, ya'ni bu eng baland narx berilganlar. Misol uchun mana shu qora folning ustiga bir marta kirsak, pastroqqa tushib mana ko'rib turganingizdek bunga ancha narx berilgan, ya'ni 100 tondan boshlangan. Auksionda odamlar narxini ko'tarib ko'rishingiz mumkin 158 gacha. Mana shu o'nchoni narxini ko'tarib olishgan. Demak, aytib o'taman sizlarga, boshida mana bunaqa orqasida qora foni bor. Mana shunaqa qora fonli podarkalar ancha yaxshi x beradi. Misol uchun 10 tonga sotib olsanglar, keyinchalik ozgina 1-2 hafta kutib 5-10 x ga sotishingiz mumkin. Ya'ni 10 tonga sotgan narsalarni 50-100 tonga ham sotib olishingiz mumkin. Faqat mana shu qora fon va Onyx Black degani bor. Shu ikkalasi yaxshi x beradi. Demak, Onyx Black bizga 2-3 x bersa, bu Black o'zi bizga 5-10 x beradi. Demak, orqaga qaytamiz. Bu video prosta tushuntirish bo'ladi. Agar sizlarga rostdan ham shu Telegram podarkalarni olib sotishdan pul ishlash qiziq bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldirsanglar, biz tez-tez bu haqida video chiqarib turamiz. Demak, pastda ko'rib turganingizdek 6 ta bo'lim bor. Market va auksion bo'limini tushuntirib o'tdim. Lekin buni ham mayda ishlari bor. Buni ham keyinchalik sizlarga sekin-sekin ko'rsatib o'taman. Keyingisi my gifts bo'limi. Bu bo'lim orqali sizlar listed gifts bo'limidan sotuvga qo'ygan giftlarni, ya'ni podarkalarni ko'rib borishingiz mumkin. Unlisted gifts bo'limi orqali sizlar hali sotuvga qo'ymagan podarkalarni ko'rib borsanglar bo'ladi. Demak, birinchi bo'lim want to sell your gift deb qo'ygan, transfer it to gift relayer deb qo'ygan. Mana shu adminga sizlar haydib yozib qo'yishingiz kerak. Sizlar bir marta bossanglar, ko'rib turganingizdek haydib yozib qo'yganingizdan keyin mana shunaqa o'zingizlarning podarkalarni sotuvga chiqarsanglar bo'ladi yoki konkurslarda ishtirok etib mana shunaqa podarkalar yutib olishingiz mumkin. Demak, botga qaytamiz. Keyingisi DeFi bo'limi. Bu bo'limni o'zim uncha yaxshi tushunmayman. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, bu bo'limni ham yaxshilab o'rganib sizlarga video obzor qilib tushuntirib beraman. Keyingisi galereya bo'limi. Bu bo'lim orqali sizlar o'zingizlarning galereyalarni ko'rib borishingiz mumkin. Activity bo'limiga o'tib o'zingizlarning polni storylarni ko'rib borsanglar bo'ladi. Demak, ko'rib turganingizdek mana bu yoqda Sakurani tagida ikkita stakan turibdi. Ikkalasini ham 1.8 tondan sotib olganman. Pastda ko'rishingiz mumkin. Mana sanalargacha yozib qo'ygan. 15-mayda ikkalasini sotib olganman. Ya'ni bittasini 1.4, bittasini 1.5 tonga sotib olganman. Bir kun o'tib ko'rishingiz mumkin. Ikkalasini ham 1.8 tondan sotib olganman. Ya'ni mana ikkita podarkani orqasidan men 0.7 ton ishlaganman. Hozirda 1 tonni narxi $3 hisoblanadi. Demak, pastroqgacha mana qolgan mana istoriyalarimni ham ko'rib borishingiz mumkin. Bu yerda Easter X bo'limi turibdi. Ya'ni ikkita tuxum, buni bir kunda sotib olganman. Ya'ni uzog'i yarim soat ichida sotib olganman. Ya'ni 0.95 tonga sotib olib, yarim soatdan keyin 1.2 tonga sotib olganman. Xuddi shu tariqa ko'rib borishingiz mumkin. Bu yerda mana qolganlari ham bor. Bu yerda ikkita tuxum, mana bittasini 2 tonga, bittasini 3 tonga sotib olganman. Keyin ko'rishingiz mumkin. 2 tonga sotib olganimni 2,5 tonga, 3 tonga sotib olganimni 3,2 tonga sotib olganman. Faqat orada sal uzilish bo'lib qolgan. Ya'ni 4 kun 5 kun vaqt ketgan. Agar sizlarga bu qiziq bo'lsa, bu bo'limdan, ya'ni Telegram podarkalardan realni pul ishlab bo'ladi. Agar sizlar vaqtingiz bo'lsa, ya'ni sarmoyangiz bo'lsa, $100-200 ortiqcha pulingiz bo'lsa, bemalol sarmoya kiritib qo'yib, sizlar bu podarkalarni olib sotib yaxshigina pul ishlashingiz mumkin. Agar hozir podarka sotib olsanglar, sizlar 1-2 haftadan keyin точно pulisiga sotasizlar. Agar 1-2 oy ushlasanglar, sizlar normalniy pulisiga sotishingiz mumkin. Bu Telegram podarkalarda tez pul ishlasa ham bo'ladi, sekin lekin katta pul ishlasa ham bo'ladi. Demak, oxirgisi activity bo'limi. Bu bo'lim orqali hozirda aktual
aktual bo'lgan, ya'ni hozir bajarilgan sizlar сделкаларni ko'rib borishinglar mumkin. Ko'rib turganingizdek, mana hozir 15:31, ya'ni bu boshqa davlat soati bilan turibdi. Bizda soat kechasi 8:31, xuddi shu vaqtda mana desk kalendar sotib olingan 1 tonga. Ustiga bir marta bosib ko'rishinglar mumkin. Keyin pastroq uchun mana Telegram ikonkasi turibdi. Shuni ustiga bir marta bosib sizlar bu podarka haqida to'liq ma'lumot olsanglar bo'ladi. Demak, podarkada ko'rib turganingizdek foizli turibdi. Ya'ni model, simbol va black droplarga qarab narxi ko'tariladi. Black drop bu orqa foni bo'ladi. Ko'rib turganingizdek Battleship Grey deb qo'ygan. Bu uncha normalniy X beradigan rang emas, lekin hamma ranglardan sizlar, ya'ni hamma backgroundlardan foyda qilsanglar bo'ladi. Eng ko'p foyda beradigani aytib o'tganimdek Black va Onyx Black bo'ladi. Keyingisi simbol. Bu simbol nima desanglar, ko'rib turganingizdek orqa fonida quyonchani rasmi turibdi. Agar mana shu quyoncha, ya'ni simbollar mamyoda glavniy podarkaga ham mos tushsa, bu yana ham sizlarning podarkalarning narxini ko'taradi. Demak, model bu mana shu glavniy ekranda turgan podarkani modeli bo'ladi. Agar mana shu model ustidagi ko'k tugmani ustiga bir marta bossanglar, xuddi shu modeldagi kalendarlarni ko'rib borishinglar mumkin. Keyin bu yoqdan boyagi stilkani ustiga bir marta bosib, bu yoqdan mana ko'rib turganingizdek sort bo'limidan bu yoqdan low to high tugmasini ustiga bir marta bossanglar, eng arzonidan eng qimmatigacha sizlar ko'rib borishinglar mumkin. Agar sizlar market bo'limidan sotmoqchi bo'lsanglar, har doim sotib olishdan oldin mana sort bo'limiga kirib low to high ga bosishinglarni tavsiya etaman. Ya'ni sizlar bu modeldagi podarkani eng arzon narxini ko'rib borishinglar mumkin. Xuddi shunaqa qilib analiz qilsanglar bo'ladi. Market bo'limiga o'tamiz. Ko'rib turganingizdek lollipop ustiga bir marta bossak, bu o'zi 1-2 ton atrofida turadi. Yana model ustiga bir marta bosamiz, modellarini chiqarib beradi. Bunda ham ko'rishinglar mumkin. Buni narxini 192 ton qilib qo'ygan. Shu yoqdan yana sort ustiga bir marta bosib, low to high tugmasini bossak, eng arzoni ko'rishinglar mumkin. 1,5 tonni tashkil qiladi. Keyingisi 165, ya'ni florlarni ham ko'rib borsanglar bo'ladi. Flor nima degani? Mana shu rangdagi eng arzon narxini ko'rib borishinglar mumkin. Ko'rib turganingizdek bu tay bilan mana bu Heroic Helmet yaqinda qo'shildi. Bularning flora 59 ton ekan, ya'ni eng arzon. Mana shu shlemni sizlar 59 tondan boshlab sotib olishinglar mumkin. Ustiga bir marta bosamiz, bu yoqdan modelini tanlasanglar bo'ladi. Modelida ham florlar bor, ko'rishinglar mumkin. 550 ni ustiga bir marta bossak, mana shu modelda eng arzoni 550 tonni tashkil qilar ekan. Xuddi shu tariqa qolganlarni ham ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Hozir biz arzonrog'ini ko'ramiz, ya'ni 100 dan past florni ko'ramiz degandek. Ko'rib turganingizdek bu podarkada 100 dan past ton yo'q ekan. Aytib o'tgandek 1 ton 3 dollar bo'lsa, 100 tonilar 300 dollar bo'ladi. Ko'rib turganingizdek Telegram podarkada ham оборот katta. Bu bo'limda ham sizlar yaxshigina pul ishlasanglar bo'ladi. Agar sizlarga bunda pul ishlash yoqqan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Keyinchalik sizlarga bu podarkalardan pul ishlash haqida kengroq video obzor qilib chiqarib ko'rsataman. Qanaqa qilib sarmoya kiritish kerak, qanaqa qilib pul chiqarish kerak, qayerdan biz bu botga sarmoya kiritamiz, qanaqa kashlov ochish kerak, shular haqida ham sizlarga ma'lumot berib o'taman. Agar bu bot yoqqan bo'lsa, sizlarda agar ton kashlov bo'lsa, sarmoya kirita olsanglar, o'zinglar ham sarmoya kiritib ishlashinglar mumkin. Bu botni men opsiyasida va Telegram kanalimda qoldirib qo'yaman. Bemalol kirib o'zinglar bu yoqdan tanishib chiqsanglar ham bo'ladi. Va Telegram podarkalar haqida yana ma'lumot olmoqchi bo'lsanglar, Telegram kanalga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Telegram kanal silkasi opsiyasida va закрепленный kommentariyada bor. Mana ko'rib turganingizdek bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agar kimga bu bot qiziq bo'lsa, bot silkasi opsiyasida va Telegram kanalimizda bor. O'tib bemalol sizlar ham tanishib chiqsanglar bo'ladi. Demak, videoni boshida aytib o'tganimdek, bu videoda ham konkurs bor. Konkurs shartlarini ham videoni boshida aytib o'tganman. Bemalol o'tib ko'rib, sizlar ham pul yutuqlarni yutasanglar bo'ladi. Demak, hammaga omad. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.